Rus tilini o'rganishni boshladingiz, lekin hali ham razgovorda aksentlaringiz bor. Barchaga assalomu alaykum. Bugun men sizlarga razgovorni rostdan kuchaytirib yuboradigan 3 ta usulni ko'rsatib beraman. Bular nazariy emas, aksincha amalda ishlaydigan real texnikalar. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki 3-usulni deyarli ko'pchilik bilmaydi, lekin aynan o'shanisi razgovoringizni yaxshilashda eng katta yordam beradi. Razgovorni kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda, birinchi etap bu suhbatni birinchi bo'lib boshlashni o'rganish, ya'ni ekstravertlik. Siz o'ylashingiz mumkin, juda ham ko'pchilik insonlar o'ylaydi, deyarli bir 1000tacha, 2000tacha lug'atni yodlasam bo'ldi, o'zi gapirib ketaveraman rus tilida deb o'ylashadi. Aksincha bu xato. Birinchi navbatda rus tilida ko'proq suhbat qilishgina sizni rus tilidagi muloqotingizni rivojlantiradi. Suhbatni boshlashingiz uchun sizga juda ham murakkab so'zlar kerak emas, aksincha shablonli boshlang'ich so'zlar bo'lsa yetarli. Misol uchun, "Привет, как дела?" Misol uchun, "Salom, qalaysiz?" "Меня зовут", mening ismim va o'zingizga o'sha suhbatingiz davomida ishlatiladigan so'zlarni keyinchalik qo'yib ketaverasiz. Bular shablon so'zlar. 3-si, "Я из O'zbekistona", men O'zbekistondanman. 4-si, "Я работаю здесь недолго", men bu yerda yaqinda ishlay boshladim. "Можем поговорить", gaplashsak bo'ladimi? 6-si, "Что это значит?" Bu nima degani? Bu iboralar nimaga kerak? Suhbatni boshlashda o'zi eng qiyin joyni, ya'ni o'sha suhbatni boshlash. Boshlab oldingizmi, o'sha ketaveradi suhbatingiz. Faqat o'sha o'rtasida qaysidir joyini tushunmay qolsangiz yoki bilmay qolsangiz, shablon so'zlar bor-ku, misol uchun o'zimiz bilamiz. "Я не понял", "Извините, повторите" degan so'zlar, aynan shulardan foydalanib turib, o'sha suhbatingizni davom ettirib ketaversangiz bo'ladi. Endi savol, bu so'zlarni qanday qilib yodlaysiz? Eng zo'r va eng qulay, kundalik hayotingizga umuman xalaqit bermaydigan va vaqtingizni sarflamaydigan usul bu o'zingiz eng ko'p ko'riladigan, ya'ni uyingizda, misol uchun eshikdan chiqish joyidan shunday yopishtirib qo'ysangiz, misol uchun kerak bo'ladigan shablon so'zlarni hozir aytib o'tilgan. Yopishtirib qo'yasiz va har kun siz kirganingizda ham, chiqqaningizda ham ularni ko'rib o'rganingizdan keyin miyangiz avtomatik ularni saqlab qoladi. Va bu degani siz ularni hech qanaqa energiya sarflamasdan turib ham yodlab olasiz degani. Demak, ikkinchi qadam suhbatni uzmaslikni o'rganish. Buning uchun sizga bitta narsani tushuntiraman. Rus tilida suhbatlar asosan savol-javoblar orqali bog'lanadi. Ya'ni nafaqat rus tilida, balki jamiki tillarda ham shu formulada ishlaydi. Ya'ni siz savol berasiz, ular javob berishini siz kutguningizcha siz o'zingizni gapingizni tayyorlab turasiz. Ularda ham xuddi shunaqa hodisa ro'y beradi. Endi aynan shu gapni ya'ni davom ettirish uchun savol berishni o'rganib chiqamiz. Ya'ni asosiy savollar, ya'ni kundalik hayotda beriladigan savollarni ko'rib chiqamiz. Faqat aytib o'tib ketay, iloji boricha qo'l daftarchangizga yoki bo'lmasam o'zingizga yozib oling bu so'zlarni. Demak, birinchisi, "А ты давно здесь работаешь?" Siz bu yerda qachondan beri ishlaysiz yoki anchadan beri ishlaysizmi degan ko'rinishda keladi. Ikkinchi so'z, "Ты сам откуда?" O'zingiz qayerdansiz? Uchinchi so'z, "Как тебе здесь?" Bu yer qanday? Senga qanday degan ma'noda keladi. "Что посоветуешь?" Nimani maslahat berasan? "Серьезно? Rostdanmi?" degan ma'noda keladi. Va oxirgisi, "Понял, а что дальше?" Tushundim. Keyinchi. Bu savollarning kuchi shundaki, savollar juda ham oddiy, lekin suhbatdoshingizni gapirishga undaydi. Endi ikkinchi muhim narsa, ko'pchilik suhbat davomida agar so'zlar esdan chiqib qoladigan bo'lsa, jim bo'lib qoladi. Undan ko'ra, jim bo'lib qolgandan ko'ra, men sizga yana shunaqa shablonli so'zlarni aytaman. Aynan gapning orasida so'zlar esingizdan chiqqan payti ushbu jumlalardan foydalaning. Birinchisi, "Ну", xo'sh degan ma'nosida keladi. "Вот именно", xuddi shunday. "Да", понимаю, ha, tushunaman. "Интересно", qiziq. "Надо же", voy, rostdan. Bu so'zlar hech qanday ma'no qo'shmaydi, lekin suhbatni tirik ushlab turadi. Ya'ni siz bilan muloqotdoshingizdagi o'rtasida bo'layotgan suhbatni tirik ushlab turadi. Bunaqangi so'zlar har bitta tilda bor. Nafaqat rus tilida, balki o'zbek tilida ham bor. Aynan mana shu so'zlarni o'rganib olganingizdan keyin sizda razgovoringizdagi ancha qiyinchiliklaringiz yo'qoladi va yengillashadi. Siz ko'proq insonlar bilan suhbat qilayotganingizda o'zingizni fikringizni yetkazib bera olishga yoki bo'lmasam ulardan bir narsani so'rab olishga o'sha yengilroq относиться qilasiz, ya'ni yondashasiz. Keling, sizga mana shu joyda o'zida bitta amaliy mashq berib ketaman. Bugun biror bir rus tilidagi serial yoki kinoni topingda 10 daqiqasini yoki 20 daqiqasini tomosha qiling va aytib o'tilgan hozirgi mana bu suhbatni bog'lovchi qismlaridagi shablonli so'zlar yoki suhbatni boshlash uchun kerak bo'ladigan shablonli so'zlarni qayerda ishlatilgan va qanday ishlatilganligini ko'rib chiqing va ko'rish oqibatida ham sizda avtomatik o'zi miyangiz saqlab qolaveradi, ya'ni saqlanib qolaveradi va bu sizni eslab qolishingizga va bu so'zlarni yanada yaxshiroq o'rganishingizga yordam beradi. Uchinchi, eng muhim qadam bu ko'zguda o'zingiz bilan gaplashish.
Va bilaman, eshitish juda ham g'alati tuyuladi, lekin aynan sizga katta yordam bera oladigan usul aynan shu usul. Biz ko'pincha gapirayotganimizda ikkita voqea birdaniga yuz beradi. Ya'ni biz birinchi o'ylaymiz, keyin gapiramiz. Xuddi men hozir qanday qilayotgan bo'lsam. Odatda, misol uchun oyna bilan ishlayotganingizda miyaga umuman farqi yo'qda. Real vaziyatda bo'layaptimi yoki bo'lmasam xayolingizda yoki tasavvuringizda bo'layaptimi, siz uni o'ylasangiz kifoya. Siz uni o'zimni suhbatdoshim deb qabul qiling va oynani qarshisida turib, o'zingizni aksingizga qarab turib gapirishni boshlang. Miyaga farqi yo'q. Uni suhbatdoshingiz deb qabul qiladi baribir. Va suhbat natijada sovuq bo'lib qolmaydi. Ya'ni siz u bilan realni gaplashishni boshlaysiz. Xo'p, qanday qilinadi? Birinchi, ertalab turganingizda oynani qarshisiga kelasiz va gapirishni boshlaysiz. O'zingizni tanishtirmang. Shunchaki kuningizni qanday o'tishini xohlagan bo'lasiz. Shu haqida gapirib bering. Сегодня я проснулся в 7, позавтракал, пошел на работу и день прошел нормально. Bugun 7 da uyg'ondim. Nonushta qildim, keyin ishga bordim, kunim yaxshi o'tdi. Gaplarni shu narsalardan boshlang. Boshlanishi oddiy tuyulishi mumkin, lekin keyinchalik bu sizga ancha real saboq bera boshlaydi. Misol uchun 1 oy o'tmasdan sizda o'zingizda natija sezilarli darajada o'zingizga bilinadi. Keyin yana bitta eng kuchli usullardan biri bu o'zingizni o'zingiz videoga olishingiz yoki bo'lmasam ovozingizni zapis qilishingiz. Har kun videoga olib o'zingizni tomosha qilganingizda qaysi so'zlarda aytishda qiynalyapsiz, qaysi harflar yeyilib ketyapti yoki bo'lmasam noto'g'ri talaffuz qilinyapti, siz uni ko'rasiz. Va bu sizga nima deydi? Inson o'zi qilayotganda, qisqa qilib aytganda xatosi ko'rinmaydi, lekin uni tashqi ko'z bilan o'zi ko'rganida esa xatolar birma-bir ko'rinishni boshlaydi. Aynan shu orqali ham siz o'zingizni xatolaringizni to'g'rilab ketaverasiz. Diktofonda ham xuddi shunaqa narsa. Bu usullar ba'zi til kurslarida ishlatilinadi va juda ham katta effekt beradi. Ya'ni rostdan realni rezultat beradi. Video davomida razgovorni zo'r kuchaytiradigan 3 ta usulni ko'rib chiqdik siz bilan. Bu usullarni o'zingiz ham bemalol bajara olasiz, lekin agar tizimli natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, baribir rus tili kurslariga borishingizni tavsiya beraman. Chunki ko'pchilik rus tilini o'zi o'rganishga harakat qiladi. Bu narsani hurmat qilaman, lekin ko'pchilik misol uchun video darsliklarni ko'radi, rus tilidagi kitoblarni o'qiydi, yana rus tilini o'rganish uchun qanaqadir mashqlarni bajaradi, lekin bu uzoqqa cho'zilmaydi. Ya'ni 1 hafta yoki 2 hafta, balki unga ham bormasligi mumkin va shu bilan tugaydi. Aynan shu muammolarga yechim sifatida sizga Razgovor.uz onlayn maktabini tavsiya qilaman. Razgovor.uz onlayn maktabida haftada 7 kun dars bo'lib o'tadi, ya'ni 3 kun grammatika, 3 kun ustoz bilan individual jonli razgovor darsi va haftada 1 kun kreativ bo'lgan musiqali darslar orqali siz rus tilini o'rganasiz. Va eng qiziq tomoni, siz 90 kun ichida razgovorga chiqishingizga 100% qonuniy shartnoma asosida kafolat beriladi. Agar natijaga erisha olmasangiz, ya'ni kurslarda barchasida aktiv qatnashib turib ham dars natijaga erisha olmasangiz, to'lov summangiz 100% ligicha qaytarib beriladi. Shunday ekan, pastdagi o'sha kommentariyada yozib qoldiramiz havolani, bemalol havolaga o'tib turib, o'zingizning Telegram va WhatsApp raqamingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Operatorlarimiz siz bilan bog'lanishadi va demo darsliklarimizni jo'natib qo'yishadi. Xo'sh, o'rgangan narsalarimizni endi bitta qaytarib olamiz. Birinchi qadam suhbatni boshlashni o'rganib oldik. Ikkinchi qadamda suhbat jarayonida qotib qolmaslik uchun qo'shimcha iboralarni o'rganib oldik va uchinchi qism har doim oyna oldida shug'ullanishni boshlashingiz kerak. Bu juda ham zo'r usul. Demak, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, birinchi navbatda podpiska bosishni unutmang, videoga like bosing va bundan ham qiziqroq kontentlarni siz uchun tayyorlashni davom etamiz. Shu sababdan qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.